O'g'lar hammaga assalomu alaykum, salomatmisizlar? Bugun ozgina vaqtim bor ekan, V3 da bepul ishlatishni ko'rsatib beraman. Yana bitta variant bor, hozir YouTube'larda ko'p chiqdi. 5 dollarga sim karta sotib olib, studentskiy olib, 12 oyga olib, u yoqda 20 ta generatsiya qilsa bo'ladi bir kunda, Flow'da bir oyga 50 ta generatsiya qilsa bo'ladi. Bunaqa bosh og'rig'i yo'l emas, buni ko'rsatib beraman. Juda oddiy. Mana shunday deb yozamiz. Google Cloudga kiramiz. Bizdan misol uchun akkaunt so'raydi. Men yangi akkauntimdan o'taman. Misol uchun menda yangi akkaunt bor, ochganman, ko'rsatib beraman deb. Kirganimizda sirazu mana bizdan so'raydi. Xullas, mana bunaqa ro'yxatdan o't, u yoq bu yoq deb. Ro'yxatdan o'tganimizda qaranglar, mana tepada turibdi. Senga deyapti 300 dollar kredit beramiz ishlatishing uchun deydi. Bu 300 dollar kredit qanchaga yetadi? 300 ta 400 ta videoga yetadi. Buni hisoblashinglar uchun oldin mana hozir VIP bo'lishidan oldin 124 dollarga biz video sotib olgan paytimizda, ultrani sotib olganimizda 600 ta, 625 ta video chiqara olardik. 300 dollarga 400 ta, 500 ta video chiqarasizlar va ana shu 400 ta, 500 ta videoni chiqarib tugagandan keyin ikkinchi akkaunt, prosta Google akkauntni boshqa qilasizlar-da. Bu akkauntni yopib, yana boshqa foydalansanglar bo'laveradi. Men asosan shunaqa qilib ishlataman. Agar V3 tugab, masalan, tarifim ultram tugab qolsa, menga hozir zarur bo'lsa, mana shunday holatda ishlataman. Men haligi akkauntlarni sotib olmayman, chunki u yerda masalan, pulli akkauntlarda 50 ta flow bersam, 50 ta video qilishim kerak bo'lsa, boshqa bo'lsa, xullas charkashib ketaman va ko'p vaqtim oladi. Baribir keyin u yerda bepul emas, u yerda misol uchun uni ro'yxatdan o'tkazish uchun siz karta sotib olishingiz kerak. Amerikan kartasini sotib, eng kami 10 dollar unga pul to'ldirib, shundan keyin akkaunt sotib olish kerak yoki boshqa uchinchi shaxslardan qanchadir summaga Google akkaunt sotib olish kerak. Mana shunaqa bosh og'riqlar bo'lmasligi uchun shu yo'lni ko'rsataman. Qaranglar, kirganinglarda mana bu yerda start for free tugmasi turibdi, ko'rdinglar? Mana shunga bosamiz, start for free ga. Bu yerda farqi yo'q, ham xohlaganinglarni tanlab olasizlar. Mana shu yerda tanlaganimizda bizda 3 ta oyna chiqadi. Birinchisiga kiramiz. Mana bu yerda individual qilamiz, ya'ni biz tashkilot emasmiz, biz o'zimiz uchun deb. Bu yerga hamma ma'lumotlarni kiritamiz. Keyingisida ham mana bu yerda ham individualni tanlaymiz. Va mana bu 3-chi oynasida mana bu yerda biz kartamizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana kartamizni qo'shamiz va ba'zi holatlarda kartamizni mana start bosganimizda kartani tekshirishim kerak deydi. Kartaga SMS keladi. Mana kartani tekshirishim kerak deyapti. Senikiligiga SMSni tasdiqlab ber deyapti. Mana shu yerga bosib SMSni tasdiqlaymiz. Mana bunaqa oyna ochiladi. Tasdiqlash desanglar, mana bu yerga kod keladi telefoningizga. Mana shu kodni kiritasizlar. Bo'ldi, akkaunt tayyor bo'ldi. Xo'p, akkauntingizdan kirganingizdan keyin mana bu yerga bosamiz. Qaranglar, Vertex AI Studio. Vertex AI Studioga bosib, mana bu yerda Generate Media ga bosamiz va mana bu yerda V3 bor. Mana shu V3 ga bosamiz, mana bu ochildi. Endi bu yerda ahamiyat beradigan narsasi mana bu yerda o'ng tomonda qaranglar, mana mayga bossanglar VO turibdi. Mana shu qimmati, mana shu yerda VO3 Fast Preview ni tanlaymiz. Bu degani rasm qo'yish imkoniyatini beradi. Mana shu VO3 Fast Preview tanlaymiz. Mana bu yerda razmerini tanlaymiz, ya'ni vertikal, gorizontal. Mana bu yerda nechta videoligini, agar 4 ta video bo'lsa ko'proq chiqaradi va ko'p pul yeb qo'yadi. Mana shu yerda birga tushiramiz, mana bu yerda 1080 ga qo'yamiz va tayyor bo'ldi mana. Endi mana bu yerga bosib yoki mana bu yerga yoki mana bu yerga bosib rasmni joylab mana bu yerda ishlatsak bo'ladi bemalol. 300 dollargacha. Diqqat qilinglar, bu yerdagi bitta minus tomoni ishlatayotgan pulinglar bugun ko'rilmaydi, 24 soatdan keyin ko'riladi. Misol uchun men bugun hozir masalan 600 ta video chiqarib yuborsam ham 1 so'm pul olmaydi, turib ishlaveradi. Ertasi kuni vizam qarzi kelib qolishi mumkin. Yagona buni minus tomoni shu. Ana shuning uchun ishlatishni boshladinglar, birinchi kuni masalan 100 tacha video generatsiya qilganingizdan keyin kutib turinglar yoki boshqa ikkinchi akkaunt qilib nima qilinglar, ertasi kuni ko'ringlar qancha qolganini. Mana bu yerda agar V3 fastda qilmasdan V3 ni o'zida qilib yuborsanglar, tez tugab qoladi. Ana shuning uchun mana bu previewga olib bemalol qilaverasizlar. U 100 ta, 150 ta qilganingizdan keyin akkaunt alishtirsanglar bo'laveradi. Mana hozir ko'rsatib beraman men. Mana bunday holat bo'ladi. Mana men generatsiya qilganman bugun. Generatsiya qilgan bo'lsam ham menda masalan 0 turibdi. Ko'rdinglar, mana ishlatmagansan deyapti. Mana shu ishlatganimni ertaga ko'rsatib beradi menga. Misol uchun bitta video qilib beraman. Xo'p, o'g'illar, mana tayyor bo'ldi. Do'stlar, hammaga rahmat e'tibor uchun. Shumbola AI bilan qoling.
Savollar bo'lsa izohlarda yozib qoldiring.